Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi Əmirlər, valilər və zalimlər bilan o'ltirib qopuşning halal və haram tomonlari. Bilgin ki, zalim əmir və valilər bilan aralashishning bunu 3 ahvolda bo'lur. Birinchi ahvol, sening ularning yeniga kirishing bu eng yomonidir. Darvaqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligi rivoyat qilinur. Sultanlarning ishiklariga borgan kishi fitnaga qoladi. Banda zalim sultonga yiqilish orqali Alloh taoladan yiroqlashishdan boshqa erisha olmaydi. Huzayfa radhiyallohu anhu fitnaga tushib qolgan yerlardan saqlaninglar degan edi. Nimani ko'zda tutdingizkin deyishdi. Huzayfa radhiyallohu anhu Amir Umaralarning busug'isini ularning huzuriga borsa, xushomadan yolg'onlarini tasdiqlab, ularni o'zida yo'q sifatlar bilan tarablab qo'ydiganlar bor dedi. Bir amir Zahid bir kishiga "Yenimizga kelmamsan" degan edi. Zahid javob berib, "Meni o'zingga yaqin tutgan chig'ingda fitnaga tushib qilishimdan, meni o'zingdan yiroqlashtirganingda mahrum qo'yishingdan qo'rqaman. Men erishmoqchi bo'lgan narsa sening qo'lingda emas. Menmo sen qo'rqadigan narsaga ega emas. Sening yeningga sen bilan kifoyalanib, sendan boshqasiga ehtiyoji tushmaydigan kishilar keladi. Meni sana muhtoj qilmagan Rabbim menga yetarlik" dedi. Bu rivoyatlar sultonlar bilan berish kelish qilishning makruhligini ko'rsatadi. Sultonning yeniga kirguchi yo ish harakati bilan yoki so'z bilan va yoki sukut bilan Allohga osiylik qilishga duchor va majbur bo'ladi. Sultonning huzuriga kirguchi ish harakati bilan Allohga osiylik qilishga yaqindir. Chunki sultonlarning huzuriga ko'pincha zo'rlik bilan ilvilingan joylarda kiriladi. Agar sultonni zo'rlik bilan tartib ilinmagan bir joyda deb faraz qilinsa-mu, ko'pincha hollarda haram maldan qo'liga keltirilgan soyivan, chidir degandeklarning daldisida yoki silinchilar ustida bo'ladi. Ulardan foydalanish haromdir. Agar ularmi halol bo'lgan taqdirdami, sultonga beshi yerga tekkudak egilib salom qilish, oldida qo'l qo'shtirib turish, xizmatini qilish va zulm vositasi bo'lmish saltanati sabablik uning oldida o'zini kichik tutish qatorliq shariatda saqlanishga tegishli ishlar yuz berib qilish mumkin. Zalim oldida kamtarlik qilish gunoh. Hatto bir boy oldida boshqa bir boy sabablik emas, faqat boy bo'lganligi uchunla o'zini kichik tutgan kishining dinining 3dan 2si ketadi. Undaqda zalim oldida kamtarin bo'lgan kishining holi nechuk bo'lur? Sultanning qulini suyishmi ma'siyatdir. Lekin qo'rqib majbur suyisi bo'ladi. Shundaqla adil xalifa yoki qulini suyishga loyiq olim kishi bo'lsa, qulini suyishga bo'ladi. Yuqorqilardan boshqa kishilar faqat salom qilishga ruxsat. Huzurga kirguchi so'z ishoralar orqali Allohga oziylik qilishga yaqindir. Masalan, zolimga ezgu duo qilish, uni madiyalash, uning botil so'zlarini og'zaki yoki boshlang'itish, kulimsirash bilan tasdiqlash va yoki zolimga bo'lgan muhabbatini, do'stligini ko'rishga xushdorligini ifodalash, uningga uzun umr va saltanat tilash va hokazo. Chunki zolimning yeniga kirgan kishi ko'pincha uning salom berish bilan to'xtab qolmaydi, balki uning bilan paranglashadi va parang orasida bunday gaplarni qilib qo'ydi. Bir rivoyatda mundaq deyilgan: Zolimga baqiylik tilab duo qilgan kishi Alloh taologa osiylik qilinishni yaxshi ko'radigan kishidir. Zolimga Alloh seni isloh qilsin, Alloh sana tavfiq bersin yoki mushuninga o'xshagan duolardan boshqasi durust emasdir. Sukuti bilan Allohga osiylik qilishga kelsak, sulton va amirlarning so'rinlariga daxil bo'lg'uchi shu so'rinda yipak silinchilar, kumush qachilar, g'alchi g'ulamlarga kiydirilgan yipakdan tikilgan haram kiyimlar kabi narsalarni ko'rdi-yu sukut qilib qoladi. Kimki bundaq narsalarni ko'rib turib sukut qiladi ekan, gunohga ularga ham sherikdir. Shuningdek, ularning behayo hazil kulga, yolg'on yovdaqlab, g'aybat, tuhmat, haqorat va ranjitkuchi gap so'zlarini anglabmi jim turishmi o'xshash bo'lib, haqiqatda bularni anglagan kishining yaxshilikqa buyurib va yomonlardan to'sish vazifasi bordir. Agar desanki, u o'ziga ziyon yetishdan qo'rqqan, shu sukut qilishda uzrlikdir. Biz deymizki, to'g'ri aytsan.
Biroq uning majbur bo'lib qalmog'icha o'zini mubah bo'lmagan ishni qilishga duchor qilishi o'rinsiz. Chunki zolimning yeniga kirmagan bo'lsa va bu hollarni o'z ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa, uning yaxshilikqa buyurish yoki yomonlikdan to'sish majburiyati bo'lmaydi. Bir yerda munkar barliqni, bo'ladiganligini biladigan va u yerga daxil bo'lgan vaqtda u munkarni to'sishga qodir bo'lolmaydiganligini biladigan kishining u yerga berishi joiz emas. Sultanlar va amirlarning huzuriga kirishning shartlari. Sultanlar va amirlar bilan o'ltirib qopadigan kishi yuqorida biz bayon qilgan ishlardan tamoman saqlansimi, saqlanishga natayin o'z qalbiga kirgusi yomon tuyg'u va fikrlardan saqlanolmaydi. Chunki kishi sulton va amirlarning farog'atli turmushini ko'rganda Alloh taolo o'ziga bergan ne'matni tuvan ko'rib qilishi mumkin. Shundaqla zolim sulton va amirlarning yeniga kirishda boshqalar uningga ergashishi mumkin. Natijada u zolimlarning qo'llag'uvchilarini ko'paytgan bo'ladi. Rivoyat qilindiki, Said ibn Musayyab Umayyi xalifasi Abdul Malikning o'g'illari Valid va Sulaymonga bayat qilishga chaqirilgan edi. U kecha bilan kunduz almish bil turdigan, "Men o ikkisiga bayat qilmayman" dedi. Uningga hech bo'lmasa beriq eshikdan kirib, neriq eshikdan chiqib ketgan deyilgan edi. U javoban: "Yo'q. Alloh bilan qasamki, hech kimning menga ergishib qilishini xohlamayman" dedi va shu vajidan uningga 100 darra urilib, poplarninkidek qora yakdak kiygizilgan edi. Yuqorqi bayonlarimizga binoan zolim amirlarning yeniga faqat ikki xil uzr bilan kirish durustdir. Birinchi, ularning yeniga berishga majbur bo'lish va barmasa aziyatga uchrashdan qo'rqish. Ikkinchi, bir musulmonni zulmdan qutqizish uchun kirish. Demak, yolg'on aytmaslik, o'gmaslik va qabul qilinish mumkin nasihatni qilish sharti bilan zolimning yeniga kirishga bo'ladi. Mana bu zolim sulton va amirlarning yeniga kirishning hukmidir. Ikkinchi ahvol. Zolim sultonning ziyoratga kelishi. Bu ahvolda salomiga javob berish kerak. O'rnidan turish va izzat ikrom qilish podshohning izzat ikromiga javob qaytarish bo'lib harom emas. Chunki sulton zulmi sababli ayblanishga loyiq bo'lgandek, din va ilmini hurmatlaganligi sababdan maqtilishga loyiqdir. Agar sulton yolg'iz ziyoratga kelgan bo'lsa, kishi dinni aziz qilish maqsadida o'rnidan turishni xohlasa, o'rnidan tursa bo'ladi. Agar sulton bir jamoa bilan kirsa, hukmdorlarning ra'iyat oldidagi yuz obro'yiga rioya qilish afzal deb qarab, o'rnidan tursa hech qisi yo'q. Agar o'rnidan turmasligi avam ichida fasodchilik tug'dirmaydiganligiga, sultonning g'azabini qo'zg'amaydiganligiga va bira aziyat tortmaydiganligiga ishonsa, o'rnidan turib sultonni azizlashga tirishmasimi bo'ladi. Sulton va amirlarga nasihat qilish va ba'zi bir qilish harom ekanligini bilmaydigan narsalarning haromligini bildirib qo'yish vojibdir. Ammo hamma biladigan zulm qilish va haroq ichishning haromligini bildirib qo'yishning foydasi yo'q. Shu bilan birga kishi agar qo'rqitish sultonning qalbiga ta'sir qiladi deb qanoat keltirsa, uni gunohi ma'siyatlarni qilishdan qo'rqitishi va uningga yaxshilik yo'llarini ko'rsatish kerak. Zolimni o'z maqsadiga gunoh ma'siyatsizmi yetkazadigan shariatan to'g'ri yo'lni biladigan kishi uningga shu yo'lni bildirib qo'yish orqali zolimning o'z maqsadiga yetish uchun gunohlarga beparvo o'z beshimchi ish qilishning oldini ola oladi. Uchinchi ahvol. Sulton bilan huzurga chiquvchilarni yuzma-yuz ko'rishmaydigan shaklda tutish. Bu eng bexatardir. Zolimlarni zulmi sababli yomon ko'rish, ularga yo'liqishdan qichish, ularni maqtamaslik, hal ahvolini so'ramaslik, ular bilan aloqasi borlarga yaqin yo'lamaslik va ulardan ado-judo bo'lganlik sababidan qo'lidan ketkizib qo'yganlarga pushaymon qilmaslik kerak. Bir kishi mundaq degan ekan: "Podshohlar bilan mening aramda faqat bir kunlik farq bor. Tunogin o'tib ketdi, ular o'tib ketgan kunning hashamat lazzatini qayta topolmaydi. Atidan ularmu, menmu qo'rqib g'am yeymiz. Undaqda aramizda faqatla bugunning farqi bor. Bugundanmu nimani kutgulik deysiz?" Misol: Sultan sana namratlarga tarqitib berishing uchun mal avasa, o malning egisi aniq bo'lsa, sening o malni qabul qilishing halol bo'lmaydi. Agar egisi aniq bo'lmasa, ilgari bayon qilingandek, o malning hukmi sadiqa qilib o'tishdir.
uni namratlarga sadiqa qilishni o'z ustingga olsang bo'ladi. Olimlar ichida bundaq molni ilishdan bosh tortganlar bor. Agar mollarining ko'pinchisi harom mol bo'lsa, undaq zolimlar bilan muomala qilish haromdir. Zolimlar soldirgan ko'rik, masjid va sug'urish aslahalariga qarash kerak. Agar ular silingan ishlatilgan narsalar aniq bir kishidan yo'lsizlarcha ilingan bo'lsa, zururiyat bo'lmasa, undaq ko'rikdan o'tish, undaq masjidda namoz o'qish va undaq to'smalardan suv ichish durust emas. Agar egisi aniq bo'lmasa, foydalanish durust, ammo saqlanish taqvoliqdir. Allah eng yaxshi bilguchidir. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashr 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.